Ulug' nima qilsam ham xotinim e'tibor bermaydi. Nima qilsam ham e'tibor bermaydi. Xotinga nima qilsan o'zi? Eshitdimi qilmayapman-da. Ishtima qilmaganing uchun e'tibor yo'qda sanga. Nima qilay? Hamma sovg'a solomda qimmat o'zi bayram yaqin. Voy, yaxshi joyga olib boraman. 8-mart hamma e'tibor sanda bo'ldi oshna. Bo'ldi. Xotinim yaxshi ko'rsa bo'ldi. Oshibek ko'rinishda qimmat shekilli. Oshna banisidan gulladan uzib xotinga olib boraver o'rganib qolibsan-a tekkinligiga. Ba'zida o'g'il. Arzon beyan. Sotuvchi chiqqan, baqqara o'rincha. Yo'q, muhabbat qozir mashina ekan-ku. Mana bir o'zim bo'lgan, derimga yo'q qo'y. Ixlos suner do'konimizga xush kelibsizlar aka. Undan ham zo'rlari bor. Narxlari qimmatmasa, Hammasi qulay narx. men olaman. Aka siz har hafta kelasiz biz do'konga. Men pastani şeydan olaman, oshdan bilmasa iltimos. Bo'ldi. Janob X, kosmetolog salonchiligi hammasi o'g'lan sajunat arkasi. Janob X. Hammaga aytamasin do'stlarimgacha. Janob X. Onam mening oppog'im deydi. Va qanisa bo'laman, ber bangiga mehrim to'shib ketdi. O'zingni banglagan mol oshni. Tovush qo'ysan. Bo'ldi mana. O'qaman grantlab qo'yganmisiz, nima bu? Yo'q, aka bu suv aylantirib, suv nerda o'yga qilib qo'yiladigan. Menga ham bering, o'sha. Anjom pechkadan ham olasan boshda. Ha, yo'q, o'ydir o'sha ko'rib o'tirayman. Voy, men joyimizdan ham so'y ber, avamlarga 8-martga padarka qilaman. Onani ham o'ladigan qolibsizmi? Men senga o'sh qilmaganman, men faqat onamni birinchi o'ringa qo'yaman. Ko'rganman. Meni ko'rgansan. Aka siz tanish bilishlaringiz ko'p-ku, mana ayting 8-mart kelasiz, hamma narsa qulay narxda bilasiz. Keladi. Mr. X nomidan desa skidga qilib bergin-da. Rostdan sizga so'bay. Voy aytdilar, ishonmagan gap yo'q. И okan uni tutab ketib, bajarni chaqiring. Voy, bu xovonamligich-ku, bu xovonamligich. Yo'q. Ani xotindan hozir. Ey, joningda xotinga ham ofisgamiz bitar ekan-ku, tilporlarim, meni tilporlarim. Sen ofisi yo'q-ku, kafilchisan. Ana bolan oldi. Gapirma bu gaplarni. Kafilchimisan? Qo'y deb o'ylaysan men. Ey, sindoshlar, Mr. X qayda bozor qilishini bilib oldim-ku. Saddadagi san'atkorlarning to'g'risida ixlos taqlar ekanlar. Lekin hamqat tomonlar o'zini 8-mart aksiya. Bo'pti. Ayt, hammaga. Sizlarga rasxot qilmaslik kerak. Ha, Mr. X, hurron.